Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizni Xorazmga bo'lgan tashrifimiz davom etyapti. Mana agar kimning yodida bo'lsa, legenda mollarimizdan biri, ya'ni bu mol bir marta davolanib, o'rtacha 12-avgustlarda boshlangan dastlab kasalligi. Noto'g'ri lecheniya qilinish natijasida kasallik og'ir o'tgan, qaytalagan. Hamda xo'jalikning egasi, ya'ni hayvon egasi bizni internetlarda kuzatib, aytilgan sxema lecheniya bo'yicha davolash kursini tashkil qilganda natija zo'r. Mana ko'pchilikni qiziqtirgan savol bor edi, ya'ni hozirgi kunda ham ko'p bo'lyapti. Mollarimiz bo'g'oz paytlarida ukol qilsak bo'ladimi, noto'g'ri ta'siri yo'qmi deb. Shuni biz ko'rsatmoqchimizki, mana bola. Nojo'ya ta'sir bo'lmadi. Ha, nojo'ya ta'sir bo'lmadi. Xo'p, nimalar bo'ldi endi bu jarayon biz o'zni oddiy xalqqa bir tushuntirib bering. Zira oldingi safar birinchi safarında shu sig'irda paydo bo'ldi. Keyin nima qilamiz dedikdan 3 kun o'qilurdikmi, 1 kunmi? 1 kun o'qilurdik. Dermatit nimalar qaytib ketdi sirazi. Keyin to'xtatdik buni. Bo'g'ozga mumkin emas deb. Ha. Keyin ertasi kuni 2 kundan keyin buzoqchasi o'tdi, 1 yashar bo'g'ozog'ini. Ha, buzog'ini chishib ketdi-da, bu 10 kun to'xtatmay ukol qildik. 1,5-2 million so'm atrofida xarajat qildik. Lekin u opshib qaytmadi. Chishlar ham yorilmadi. Bo'yni shishib ketdi, mazlari shishib ketdi-da. Oxiri 10 kun deganda ketdi. Keyin ertasi kuni bu qaytadan boshladi, buzoqchasi ketgandan, 1 yashar buzoq ketgandan. Keyin bunga siz nima qilamiz deb yana 3 kun kutdik, 3 kun qilma dedi. Boshqa orasida doktorlar keldidan, qilmang mumkin emas dedi. Bo'g'oz mollar to'g'ri kelmaydi dedi. Bola tashlaydi dedimi? Bola tashlaydi dedi. Keyin sizga telefonda chiqdi internet orqali. Shunday bo'lib biz turibdi, qilish mumkinmi? Keyin siz aytdingiz. Srochni boshlang, 3 xil dori bor dedingiz. Shu neda? Septa qiling mana nima 3 dorilar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, agar e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu dorilardan foydalanilgan 3 kun. Ceftaklin, Kefen, Fosbivit hamda shishgan joylariga hozir mana ishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir bunda juda ham zo'r bo'lib ketgan. Mana shu gel dvoynoy действиеdan foydalanilgan. 3 kun yotmay timtik turdi-da shunda. Oyoqlarda shish bor, yotmay qo'ydi. Keyin shu mazdile действие degan berdik. Dvoynoy действие degandan 1 kun qildik, shu kun yotdi bir soatdan keyin. Maz sutgan. Ha, o'sha mazdan keyin o'sha yotmay turaverdi, oyoq bezovta bo'ldi-da. 3 sutka yotmagan-da. Yotmadi 3 sutka. Bo'g'oz mol bizlar ham qisilib nima qiladi ekan deb bezovta bo'laverdik. Siz telefonda chiqqandan keyin shu mozni 2 xilini aytdingiz, shuni o'zini topib oldik. 1 kun sutdi yotdi, ertangisi o'zi molga chiroy kelaverdi. Normal. Nastoyaniyasi yaxshi bo'ldi. Kasallikdan o'sha bizni sxema bo'yicha davolaganingizdan keyin bola tug'ildimi? Ha, 3 kundan keyin 4-kun tug'ildi. 3 kun to'xtat dedingiz. 4-kuni bezovta bo'lyapti dedi. Sizga telefon qildik, o'zi tug'adi, hech nima kerakmi dedingiz. Keyin biz ikkimiz keldik, kelin bilan bolasini oldik, normal bo'ldi. Hech bezovta bo'lmadi, normal. Nojo'ya ta'sir ham bo'lmadi, boshqa talafot bo'lmadi, normal bo'ldi. Yaxshi. Qo'yil. Endi albatta har bitta narsa Allohning izni bilan. Allohning albatta. Lekin bitta narsaga biz alohida e'tibor berishimiz kerak, hurmatli kuzatuvchilar. Mana men Xorazmga, ayniqsa Bog'ot tumaniga adashmasam birinchi marta kelishim, ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, bu bo'lib turgan voqelik hech qanaqa ssenariy asosida qilinmagan, real hayotda qilingan. Hatto biz bu molni ko'rmaganmiz, faqat o'sha onlayn tarzda, ya'ni bitta ikkita videolarda qo'yganmiz YouTube kanallarimizda onlayn suhbat bo'lganini, ya'ni lecheniyalar belgilangan paytlarini. Mana endi o'zimiz natijalar bo'yicha hozir tashrif davomida yo'limiz tushib keldik. Aytmoqchi bo'lganimiz, agar ko'rsatmaga qat'iy amal qilinsa, belgilangan tartibda dorilar qilinsa, ukol dorilar qilinsa, albatta bu kasallikning shifosi bor. Ya'ni hattoki biz bu molda alohida ko'rsatib o'tishimizni bitta asosiy sababi, bu mol kasal bo'lib, noto'g'ri lecheniya qilib davolanib, yaxshi bo'lmagan, sog'aymagan, bitta qisqa lecheniya bo'lgan. Kasallik butkul sog'ayib ketmaganda keyin bizning sxemaga o'tilgan hamda bo'g'oz bo'lgan. Bo'g'ozlikda ham oxirgi davri bo'lgan. Mana natijalar. Ya'ni o'sha agar belgilangan tartibdagi ukol dorilar ishlatilsa, hatto kasal bo'lib yaxshi davolanmagan mollar ham bo'g'ozlikda oxirgi davridagi mollar ham Alloh izni bilan albatta o'zining shifosini topyapti. Hurmatli kanalimiz a'zolari, shuning uchun
Mana qancha bu yerda veterinarlar ham kuzatib turibdi yoki chorva ishqibozlari kuzatib turibdi. Belgilangan retsept bo'yicha aytilgan dorilarda aytilgan vaqtda qilinsa, xudo xolasa nojo'ya ta'siri yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni Xorazm viloyatidagi safarimiz davom etyapti. Xudo xolasa yana davomiy videolarda o'sha onlayn bizdan maslahat olib shifo topgan mollarni oldiga boramiz yana xudo xolasa, hamda o'zimiz dastlab birinchi qo'ygan videolarimizda, ya'ni biz o'zimiz birinchi safarimizda Xorazm viloyatiga kelganimizda kirgan xo'jaliklarimizdagi mollarda ahvoli bo'yicha video lavhalar tayyorlashda harakat qilamiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshisi, eng sifatlisini qilamiz. Salomat bo'linglar.